В этом поединке победил Shumkov. В этом сомнения ни у кого нету. Olimpiada chempioni Abdumalik Halakovning mojaroli jangi esingizdami? Ha, o'sha Xalqaro boks assotsiatsiyasi tomonidan Dubayda o'tkazilgan boks bo'yicha jahon chempionati final jangi. Halakov hal qiluvchi jangda rossiyalik Vsevolod Shumkov bilan to'qnash kelgandi. Rus bokschisi jang davomida Mike Taysonning mashhur fintini yodga solib, o'zbekistonlik sportchining qulog'ini tishlab olgandi. Bu vaziyatda Shumkov diskvalifikatsiya qilinishi lozim edi, ammo jang davom ettirilgan. Bahs Halakovning ustunligi ostida kechganiga qaramay, yakunda hakamlar rossiyalik bokschini g'olib deb topgandi. Keyinroq tashkilot ushbu jang natijasi ko'rib chiqilishini bildirdi, biroq yakunda jang natijasi o'zgarishsiz qoldi. Boisi Xalqaro boks assotsiatsiyasi holatni tasodifan ro'y bergan va jang natijasiga ta'sir qilmagan deb topgan. Ma'lumot uchun Xalqaro olimpiya qo'mitasi rossiyalik Umar Krimlyov rahbarligidagi IBA, ya'ni Xalqaro boks assotsiatsiyasi tashkilotini tan olmaydi. Bunga tashkilot boshqaruvidagi korrupsiya va shaffoflik bo'yicha shubhalar bildirilgani, tashkilot rahbariyati esa o'zini oqlay olmagani sabab bo'lgan. Ayni vaqtda ushbu tashkilot tomonidan o'tkazilgan turnirlar natijalari Olimpiya o'yinlari saralashida inobatga olinmaydi.